Dostlar, Urganch shahridan Arenda Avto ochildi ekan. Ko'p muxlislarimiz da qiziqadi. Hozir bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Dorimizdan elektromobil. Assalomu alaykum bratlar. Yaxshimisiz? Faqat elektromobil arenda. Volkswagen bor ekan. Shundan keyin BYD Song Plus. Nechkina beriladi? Shuni bir tushuntirib o'tsangiz. Elektromobillarimiz bularning hammasi pasport, prava и залоговый summa asosida beriladi. Günlük, yarım günlük, aylık asnosida beriladi hammasi. Faqat to'plam maşallah elektromobil. Elektromobillar. Sababi elektromobillarni qo'shimizdan sabab hozir misol uchun zamon talabi ekologik toza yuriydi. Ham benzinli mashinalarda shunday случайлар chiqib turibdi. Buni ham aytib o'tishim kerak. Misol uchun biri 80 benzin solib paydo beradi. Bu avtomat korobka mashinalarimizni Porsche'larni go'dishine sabab bo'ldi. Shuning uchun biz elektromobillarni qoldirishga qaror etdik. Buni poni doldurib beriladi tok. Bular mashinalarimiz 100% zaryadka bilan beriladi ki klient qaytarib olib kelajak vaqtida xohlasa 100% zaryad bizga topshiradi. Bo'lmasa bizning o'zimizning kalkulyatsiyamiz bor. Shu zapravkadan inobat olib, shu misol uchun 50% ishlatib kelsa, 50% ishlatib kelsa 50% pulni berishim mumkin deb aytishim mumkin. 50% vallah hisoblab beradi. Ofisimizda shuni pulni berib qo'yaveradi. Xohlasa. Bo'lmasa doldurib kelmasa-da. Tak, nechta dokumentlar kerak dedingiz? Pasport, prava kerak bo'ladi. И залог summa kerak bo'ladi. Necha so'm залог summa? Har mashinamizga har xil. Misol uchun Volkswagen ID4 niki aytadigan bo'lsak, залог summasi 3 million so'm. 3 million so'm залог summa nova kerak desangiz, залог summa bu mashinamizni nima shtrafga tushib qolishi mumkin, chiziq bosishi mumkin. Shunday holatlarda shu залог summadan skidkalar vaqtida to'laymiz klientning roziligini olib. Shuning uchun kerak bo'ladi. Keyin mashinamizni olib kelib topshirgandan keyin 3 ish kunida qaytarib beriladi. 3-5 ish kunida klientlara залог summa qaytarib beriladi. Bundan tashqari kishina mashinalar ham bormi? Kishina mashinalarimiz hozir birisi klient olib kelishi kerak, havasi bor. Changanadi, to'g'rimi? Changan benbenadi. U bir kunlik bahosi 24 soati 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. Buniki esa? Buniki 1 million 200 ming so'm. 1 million 200. Song Plus xalqimizni sevib haydaydigan mashinalardan birisi BYD Song Plus. Bu 505 kilometr masofani bosadi bir bosqanda. Buni bir sutkalik bahosi 1 million 200 ming so'm. Chetdagi odamlarga berasanmi, yo'qmi? Chet eldan kelib turgan turistlarimiz uchun ham hozirda biz bu uslovlarni yo'lga qo'ydik. Ular уже Xivaga borgandan Ayasqa, Tuprakkalarga borib haydab, уже o'rganib boshladi ular ham. Ular ham beramiz. Keyin bu BYD King degan mashinamiz 450 km. Bam. 450 km yuriydi. Buni sutkalik bahosi 600 ming so'm. Bu 1 million 200. 1 million 200 ayda 4'imiz. Tak, ya dostlar, kelaverasizlar. Chetdan kelgan bo'lsa, bu vodiydan, boshqa viloyatlardan nechik bo'ladi? Ular ham shu pasport prava Pasport prava. Azonki 8da olib ketsam, ertangisi azonki 8da olib kelaman. To'g'rimi? 24 bir sutkalik bahosini oldim. Bir sutka odam bo'lsangiz, bugun 8da olib ketsangiz, ertang 8da olib kelib turasiz. O'tib ketsa nechik bo'ladi 1-2 soat? O'tib ketsa 1-2 soat o'zimiz shartnomada ko'rsatilgan shtraflari bor. Yo'q. Havo soatli o'tib ketsa shtraflari bor. Agar klient olib turib, misol uchun ertaroqda ogohlantirib, men uspet etolmayman, vaqtini cho'zdirib ber desa, biz cho'zdirib beramiz vaqtlarni. To'ylar ham foydasi bo'ladi buni, to'g'rimi? Tabii, men to'ylarga xizmat edesangiz. Hisob. Mashinalar ko'p, assortimentlar. Yana do'stlar. 12 ta elektromobilimiz bor. Top-toza bo'lib turibdi-ya. Аккуратный, чистый. Arenda Avto. Avang telefon nomerlarimiz bor, shu reklamalarımızda ko'rsatilgan telefon nomerlar. Kim qiziqadigan bo'lsa, bemalol, Mangu birdan yonboshi ko'pirdan tushgan edi. Zanalida o'rtoqlar. Allah kuchdan chiqmasin. Elektromobillar arenda beriladi do'stlar. Urganch shahrida kelishib olib ketaverasizlar.